Abu Hanifa mazhabini asoschisi bo'lgan Imom Azam rahmatullohi alayhi otalari Hazrati Sobit yoshlik paytlarida bir ariqni lavida yigitlikni bahor pallasida tahorat qilib turgan ekanlar. Tahorat olib turganlarida suvda oqib kelayotgan olmani ko'rdilar. To'lqinlanib oqayotgan suvda har tomonga qarab kelib turgan, joziba bilan kelib turgan olmani ko'rib, haligi olmani, bir qirmizi olmani qo'llariga oldilar-u, nafs g'olib kelib bir tishlab tishlab qo'ydilar. Tishlaganlardan keyin hushyor topdilar. "Ya, men shu olmani tishlab qo'ydim. Buni egasi bordir. Buni ekkan, parvarishini qilgan, suvini quygan, xizmatini qilgan bog'bon bordir. Buni egasini rozi qilmasdan mana shu bir tishlam olmani yeb qo'ydim. Qiyomatda hisobi nima bo'lar ekan?" dedilar. O'sha olmani ko'tarib, qirg'oni lavidan yurib, bog'bonni qidirdilar. Qarasalar bir bog', bir olmani daraxti shoxlari bilan egilib turibdi. Qo'llaridagi olmaga qarasalar, xuddi shu bog'da o'sgan olma. Bog'bonni topdilar, bir qarichol. "Otaxon, mana shu olma sizni bog'ingizdan chiqqanmi?" "Ha, meni bog'imdan chiqqan." "Xizmatini siz qilganmisiz?" "Xizmatini men qilganman. Bexosdan bilmasdan ariqda tahorat qilib turgan edim. Oqib kelganligini ko'rib, nafsim g'olib bo'lib shu olmangizdan bir tishlab qo'ydim. Shuni haqqini menga halol qilib bersangiz, yo bo'lmasam pulini berib men sizni rozi qilsam, roziman deb aytsangiz, qiyomatda Alloh rozi bo'lsa, yuzim yorug' bo'lsa" dedilar. "Pulingiz kerak emas, lekin men rozi emasman." "Nima qilsam rozi bo'lasiz?" "Meni bir shartim bor. Agar shu shartimga ko'nsangiz, o'ylab ko'raman, rozimanmi yoki yo'q" dedilar. "Nima shartingiz, otaxon?" 3 yil bog'imda xizmatimni ado qilasiz. 3 yil nimani buyursam itoat qilasiz. Ana undan keyin o'ylashib ko'raman, bu olmani halol qilamanmi yoki yo'q dedilar. Hazrati Sobit ko'ndilar. Qiyomatdagi hisob dunyonikidan og'ir. "Nima bo'lsa peshonamizdan ko'rdik" dedilar. 3 yil otaxonni bog'ida bog'bonlik qilib, nima xizmat, nima yumush buyursalar yumushni ado etib, xizmat nihoyasiga yetib 3 yil to'lgandan keyin otani huzuriga kirib, "Taqsir, va'daga vafo qilsangiz, 3 yil xizmatimni ado qiling, keyin ko'raman" degan edingiz. Mana 3 yil bo'ldi, xizmatingizni ado qildim. Endi bu olmani halol qilib bersangiz, qiyomatda mana shu xalqimdan o'tgan bir tishlam olma men uchun halol bo'lsa-yu, yuzim yorug' bo'lsa dedilar. "Men o'ylashib ko'raman" degan edim. "Yana bitta shartim bor. Agar shartimga ko'nsangiz, olmani halol qilaman." "Nima shartingiz, otaxon?" "Meni bir qizim bor. 2 ko'zlari ko'r, quloqlari kar, tili soqov, oyoq qo'li shol. Mana shu qizimni agar nikohingizga olsangiz, men olmani haqqidan o'taman, roziman deyman, sizga halol bo'ladi." O'ylab qoldilar nochorlik. Qiyomatda hisob og'ir. Egasi bandani haqqini ado qilmasalar Alloh rozi bo'lmaydi. "Nima bo'lsa bo'ldi, taqdirga tan berdik" dedilar va rozi bo'ldilar. To'yni tadoriklari ko'rilib, kechqurun nikoh o'qish uchun go'shangaga kirgan paytlarida ko'zlariga ishonmay qoldilar. Husn jamolda tengi yo'q bo'lgan, ko'zi ham ochiq, qo'l oyog'i ham butun bo'lgan, tillari gapiradigan, hech bir nuqsoni yo'q bo'lgan go'zal suratdagi qizni ko'rdilar. Qaynotani huzuriga chiqib, "Otaxon, meni sinamoqqa kirgizganmidingiz? Ta'rif boshqacha bo'lgan edi. Ko'zi ko'r, qo'l oyog'i shol, tillari soqov deb menga ta'rif bergan edingiz. Umuman boshqacha bir qizni ko'rdim" deganlarida, haligi chol javob bergan ekan: "Shundoq bir Xudodan qo'rqadigan taqvodor qizim bor edi. 3 yil xonadonimda tuzimni uchib xizmatimni qildi, zaha qildim. Ostona haklab shu qizimni ko'chaga chiqqanini ko'rdingizmi?" "Ko'rganim yo'q. Ostona haklab ko'chaga qadam bosmagan oyoqlarini shol" degan edim. Majoziy bir ma'noda gapirgan edim. "Qo'li bilan bir insonga ozor berganini ko'rdingizmi?" "Yo'q, ozor bermagan qo'llarini shol" degan edim.
Nomahramlarga ko'zi bilan qaraganini ko'rdingizmi? Ko'rganim yo'q. Nomahramlardan to'silgan ko'zlarini ko'rdigan edim. Tili bilan noshoista so'zlarni gapirib, bir insonni diliga azor berganini eshitdingizmi? Yo'q. Yomon so'zlardan to'silgan, to'xtagan tillarini men soqov degan edim. Shunaqangi parhezkor, Xudodan qo'rqadigan qizimga, o'ziga o'xshagan bir Xudodan qo'rqadigan insonni o'zing umr yo'ldosh qilgin deb kechalari sahar mardonlarda yig'lab Xudodan so'rardim. Ibodatlarda Allohga iltijo qilardim. Allohning marhamati bilan o'zing oyog'ing bilan yurib kelding. 3 yil sinab imtihon qildim va mana shu qizimni sizdek halol insonga ravo ko'rdim degan ekanlar. Mana shu ikki taqvodor, Xudodan qo'rqadigan, bir insonni omonatidan qo'rqadigan, insonni haqqidan qo'rqadigan insondan sohibi mazhab Imom Azam rahmatullohi alayh dunyoni yuzini ko'rgan ekanlar. Hozir sizu biz e'tiqod qilayotgan Imom Azam mazhabini asoschisi, Abu Hanifa mazhabini asoschisi Imom Azam rahmatullohi alayh dunyoga kelgan ekanlar. Bolalik paytlarida 3 kunda Qur'onni o'qib xatm qilgan ekanlar. Onalarni bo'ynlariga osilib, erkalanib, "Ona, 3 kunda Qur'onni o'qib xatm qildim" deb xursand bo'lganlarida onalari javob qilgan ekanlarki, "Bolam, bir paytlar otangiz beixtiyor bir olmani tishlab qo'ygan edilar. Agar shu olmani tishlamaganlarida Qur'on 3 kunda emas, 1 kunda xatm qilingan bo'lardi" degan ekanlar. Ya'ni bundan oladigan ibrat, bundan o'rganadigan dars, sizu bizga ibrat bo'ladigan jihat duolarimizni qabul bo'lishi, farzandlarimizni solih bo'lishi, xonadonlarimizni obod bo'lishi, ishimizdagi rivoj, dasturxonimizdagi baraka, mana shunda o'zgalarning haqqini, rioyasini ado etishlik, halol bilan haromni farqiga borishlik, luqmadan o'tgan har bir taomdan nasl paydo bo'lishini sezib turishlik, o'zgalarning haqqidan qo'rqishlik, mana shunda chiroyli bir oqibatga sazovor bo'lar ekan.